O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator suv xo'jaligi sohasining mutaxassisi Ismoil Jo'rabekov 1931-yil 12-sentyabrda Samarqand viloyatida tug'ilgan. U uzoq yillar davomida Respublika melioratsiya va suv xo'jaligi vaziri, O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi o'rinbosari kabi lavozimlarda ishlagan. Mustaqillikning ilk yillarida agrosanoat sohasini boshqargan. Fuqaro muhofazasi ishlari bo'yicha vazir bo'lgan. 1994-1998-yillarda bosh vazir o'rinbosari, qishloq va suv xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan. 2004-yillarda esa O'zbekiston Prezidentining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimlarida faoliyat yuritgan. Faoliyatidagi uzoq yillik tanaffusdan keyin 2021-yilda suv xo'jaligi vaziri maslahatchisi sifatida davlat ishiga qaytgan. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan irrigator va O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi faxriy unvonlari hamda mehnat shuhrati, el-yurt hurmati, buyuk xizmatlari uchun, fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangan. 2025-yil 28-sentyabr kuni 94 yoshida vafot etgan.